alaykum, hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bugun yuklarimizni chiqaryapmiz. Hozir Laboda toshib beryapmiz. Mahallani ichida ekan joyimiz. Mana obyektimizga ham yetib keldik. Laboda toshib beryapmiz. Mahallani ichida ekan. Katta mashinachi muammo bo'lsa, Laboda ham ish joyiga olib kirib toshib beraveramiz. Mana 3-tajimizga 850 topga berdik. Yana yetmasa toshib beramiz, xudo xolasa. Bugun toshib tayyor qilib qo'yyapmiz, ertaga kiranda olamiz deyishdi. Mana sizga kimga shunaqa gazabiloylar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar.